2004 yil 5 ayning 28 kuni Farishta bolalar bog'chisi G'o'ja shahar tajriba bolalar bog'chisiga berib, do'stlik munosabati bilan faoliyat o'tkazdi va o'zaro tajriba almashtirdi. 2004 yil 12 ayning 18 kuni G'o'ja shaharlik ma'rif idorasining yasli bolalar o'qitish uyushmasining tunji qurilganlik cho'ng yig'ini ochildi. Bu yig'inga Farishta bolalar bog'chisi taklif bilan qatnashdi. Qarindoshlar jamoat navbahorda nuruzda didarlashmoq g'animat. Assalomu alaykum. 2004 yil 12 ayning 29 kuni yangi yilni kutib olish munosabati bilan qadimiy makon Farishta bog'chisidagi har qaysi sinflarda ota-onalarga 1 yillik o'qitish xizmatidan doklad berish maqsadida san'at faoliyati o'tkazildi. Shundaqla ota-onalardan qimmatli taklif fikrlar elindi. Bu faoliyat Eli televiziya stansiyasining Umidli ko'zlar programmasida ko'rsatildi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Shundaqla bir mavsumda xizmatimizdan doklad berish munosabati bilan o'tkaziladigan faoliyatimizni boshlashga o'tiramiz. Bog'chamizdagi barliq o'quvchi, ish xizmatchilar va sinfimizdagi kichik farishtalar har biringlarning qimmatli vaqtlarini chiqarib bizni qo'llab, bog'chamizga qadam tashrif qilganliklaringizga chin qalbimizdan rahmat aytamiz. Farishta bolalar bog'chisidagi sapoliq o'qituvchilar qo'shini ta'lim-tarbiya nishoni va ta'lim-tarbiya usuli jihatda hozir yo'lga qo'yilayotgan sapa ma'rifining ta'limini chiqish qilib, bolalarda adab-axloq odatlarini yetildirish, hamkorlik ruhini yetildirish, qo'l silib ishlash iqtidorini yetildirish jihatlarda alohida kuch sarf qildi. Masalan, bolalarda kichigidilla cho'nglarni ko'rganda assalomu alaykum deb salom qiladigan, boshqalarning yordamiga erishganda rahmat deb javob qaytaradigan, qo'lni yuvib tamoq yeydigan, guruhlarga bo'linib satrashlik o'yini, doktorlik o'yini, mehmondorchilik o'yini qatorliq o'yinlarga tashkillash orqali ularda hamkorlik engini yetildirish, qo'l hunar o'yinlari orqali har xil modellarni yasash orqali ularning qo'l silib ishlash iqtidorini yetildirish usullarini qo'llandi.
balalar bağçısı qurilgan 10 yil jarayonida bağça qurilishida ko'lamlashish, muntazamlashish, o'qituvchilar qo'shinining sarxillashish, o'qitish usulining uzluksiz a'lolashish, munosabat jihatda yuqori saviya yaratish qatorliq jihatlarda uzluksiz izlangan, isloh qilgan, olg'a bosgan 10 yil bo'ldi. Bu 10 yil jarayonida bağçada vazifa o'tagan bağça modellardan Wang Juli, Otken, Mahi Badal, Arzigul, Zulfumarlarning va kang o'qituvchi xizmatchilarning ajoyib zo'r ajri singan. Balalar bağçası ba'zi kishilar o'ylagandek undoq oddiy bir tarbiya o'rni emas. Balki butkul asos ma'rifimizning ul tishi. Bu bağçalarda ishlayotgan jabbokash bog'vanlar xalqning hurmatiga sazovor bo'lishga tegishli ustozlar. Oxirida biz G'o'ja shaharlik Farishta bolalar bog'chasining buningdan keyingi taraqqiyoti va o'qituvchilarning ta'lim-tarbiya ishlariga zo'r utuqlarni tilaymiz. Kalkındı katayıp